Assalomu alaykum. Sizni g'oyibona ko'rib turganimdan xursandman. Siz bu videoni ko'rishni boshladingizmi? Demak, siz allaqachon rivojlanishni boshladingiz degani. Bu videoda o'zingizga ishonchni oshirish hamda onlayn orqali qanaqa qilib daromad qilsa bo'ladi, rostdan ham onlayn orqali daromad qilsa bo'ladimi, yo'qmi va albatta Instagramdan birinchi $1000 ni qisqa vaqt ichida qanaqa qilib ishlab topish mumkinligi haqida bu videoda sizlarga yoritib beraman. Xo'p, o'rtoqlar, video kimlar uchun? Video uydan chiqmasdan daromad qilishni xohlaydigan uy bekalari uchun, daromad qilishni xohlaydi, lekin o'ziga ishonmaydigan ayollar uchun, soha bo'yicha bilimi bor, lekin loyiha olishda muammolari borlar uchun foydali bo'ladi. Xo'p, o'zimni qisqa qilib tanishtirib o'taman. Men Nilufar Baxtiyorovman. 6 yillik tajribaga ega Instagram ekspertiman hamda marketologman. Bu sohaga 2019-yilda qo'limda 3-farzandim chaqaloqligida kirib kelganman va shu bo'yicha bilim olib izlanganimda 2 oyga o'zida men Instagram o'zidan $1000 daromadga chiqib, hozirgi kungacha mana shu ishimda ishlab faoliyat yuritib kelyapman. O'rtoqlar, hozirgi kunda Instagramdan daromad topish bu so'zlar juda ham ommalashgan. Sizlar boshqalarda ham eshitgan bo'lishingiz tabiiy holat va bir narsaga oydinlik kiritib o'taman. Hozir asosiy mavzuga o'tishdan oldin, o'zi bu aslida qanaqa? Instagramdan daromad topish degani bu yerda sizlarda tushunmovchilik bo'lib qolmasin. Masalan, hozir kelgan yangi ekspertlar, hali chalasavod ekspertlar juda ham ko'p bizda. Shunday chiqib aytibdi, Instagramda like bosib pul topsang bo'ladi, 1000 ta like uchun yoki 1000 ta kommentariy uchun mamdaqa pul topsang bo'ladi deb aytishyapti. Bunaqa daromadga sizlar ishonmanglar degan bo'lardim va men bugun bu haqida gapirmoqchi emasman. Undan tashqari Instagramdan daromad degani Instagram sizga pul to'laydi degani emas. Instagram anoyi sizga pul to'lash uchun buni ham bu haqida ham tushunmovchilik bo'lmasa, ya'ni men kirib Instagramga, ya'ni siz kirib Instagramga like bossangiz, kommentariy bossangiz, videoni samolyot qilib jo'natsangiz, Instagram sizga pul to'lab qo'ymaydi. Bu yerda ham tushunmovchilik bo'lmasin va shuni aytadigandim. Ya'ni siz Instagramdan shunchaki video ko'rib daromad topmaysiz. Buni o'zini ketma-ketligi bor va men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ana endi o'rtoqlar, sizlar o'sha Instagramda qaysidir blogerlarni siz aynan o'sha Instagramda qaysidir blogerlarni tomosha qilib o'tirasiz, to'g'rimi? O'zingiz bilmagan holatda 3-4 soatingizni, o'sha 3-4 soatlik pulga teng soatingizni, resursingizni, bu birinchidan vaqt resursi, ikkinchidan bu pulga teng soatlar. Bu vaqt ichida siz Instagramdan to'g'ri foydalanib daromad topsangiz bo'ladi. Shu 3-4 soatingizni o'sha qaysidir blogerlarning reelsiga, storiesiga, o'sha reels etapiga, reels funksiyasiga kirib olib, ketma-ket reelslarni tomosha qilib, o'zingiz bilmay qolasiz, 3-4 soatingiz shu osmonga uchib ketganini. Mana shuni o'rniga siz daromad topsangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, Chechenkani misol qilib aytadigan bo'lsak, yoki boshqa blogerlarni, masalan, Zabihullo Sitor, yana boshqa juda ham blogerlar ko'p bizda, millionlik blogerlar deymiz, chunki ularning o'sha obunachilari 1 milliondan oshiq. Mana shularni oladigan bo'lsak, masalan, ular ham siz aytishingiz mumkin, kimnidir boy eri bor orqasida, o'shancha mana shunaqa chiroyli hayotda yashaydi, kimnidir ota-onasi bor, o'shancha chiroyli hayotda yashaydi. Yo'q, umuman unaqa emas. Ular ham oddiy oiladan chiqqan. Shunchaki olgan qo'liga telefonini, hamma o'sha qo'rquvlarini yengib, shunchaki blog yuritishni boshlagan, shunchaki storiesga chiqqan bo'ldi. Masalan, bizda ko'pchilik bloger bo'lgisi keladi, blog yuritgisi keladi, lekin boshidagi qo'rquvlari, har xil ustanovkalar, hozirmi, odamlar nima deydi, qo'ysangchi, falonchi, pismadonchi degan gaplar bilan ikkilanish bilan bu narsani ko'pchilik to'xtatib qo'yadi. Siz ham shunaqa bo'lishingiz mumkin. Ya'ni aytaylik, oranglarda blog yuritishga qiziqadiganlar bor, bloger bo'lmoqchilar bordir, yokida aytaylik, food bloger bo'lmoqchilar bordir, pishiriq pishirardirsiz, shuni ko'rsatmoqchidirsiz, lekin nimadan boshlashni bilmaysiz. Voy, odamlar nima deydi, hozir qo'ysamda, falonchi nima deydi, pismadonchi nima deydi deb mana
shunaqa qo'rquvda o'tirgan bo'lishingiz mumkin. Va qanchadirdan keyin nimaga buni qilmadim, nimaga menda o'xshamayapti degan gaplar sizda albatta paydo bo'ladi. Ana endi o'rtoqlar, Instagramdan daromad degani bu birinchi etapi, masalan, bitta turi, masalan, bloger bo'lib daromad topish bo'lsa, ya'ni boya aytganimdek Instagram pul to'lamaydi. Siz agar bloger bo'lsangiz, sizga masalan obunachilaringiz ko'p bo'lgan sari reklamodatellar chiqadi. Siz qanchalik qiziq kontentlar, videolar joylasangiz, storieslarda odamlarga nimadirlar haqida gapirsangiz, sizda o'sha sizga reklamangizni olmoqchi bo'lgan, reklamangizni sotib olmoqchi bo'lgan reklamodatellar, kompaniyalar ko'p chiqadi va shu orqali siz daromad topasiz. Ana endi ikkinchi etapi esa aytaylik, siz yo'q, menga yuzimni ko'rsatishga ruxsat yo'q, men bloger bo'lmoqchi emasman, lekin daromad topmoqchiman deyishingiz mumkin. Xo'p, ikkinchi variantiga esa men SMM sohani aytgan bo'lardim. Xo'p, SMM bu nima? SMM bu aytaylik, hozirgi kunda bizneslar borgan sari ko'payib ketyapti. Aytaylik, kimdir kiyim do'koni bor, oyoq kiyim sotadi, kimdir pastel sotadi, ishlab chiqarish, aytaylik, kimdir salonda ishlaydi, pishiruv pishiradi, kimdir pishiriq do'koni bor, Instagram orqali sotishmoqchi, klinikalar bor, salonlar bor, sentrlar bor. Mana shu joylarni yuritib beradigan, ya'ni mana shu joylarni Instagram orqali yuritib beradigan mutaxassislar SMM mutaxassis deyiladi. SMM mutaxassisi qiladigan ishlari nimadan iborat? Mana shu aynan qaysidir bitta yo'nalish uchun, aytaylik, bitta klinika uchun yoki mana shu pishiriq do'koni uchun strategiya tuzib, kontent rejalar tuzib, o'sha syomkalarni amalga oshirib, mana shuni Instagramda chiroyli qilib Instagramini upakovka qilib, logotiplar joylab, chiroyli qilib vizualini to'g'irlab, videolarni strategiya orqali videolar, kontentlar, matnlar joylab, storieslar joylab, mana shu SMM mutaxassisi ishi. SMM mutaxassisi eng boshlang'ich arzon narxi $350 $300, $350, $400 boshlanadi. Va siz bir vaqtda o'zida shu SMM ni o'rganib olib, bir vaqtda o'zida 3 ta loyiha bilan ishlab, uyda o'tirgan holatda $1000 ga chiqsangiz bo'ladi. Men bundan 6 yil avval mana shu sohaga kirib kelganimda, u vaqtda SMM ni ko'pchilik tushunmasdi, hattoki biznes egalari bilmasdi, tushunmasdi. Hozir talabgor bo'lib ketdi. Men bu sohaga kirib kelganimda u vaqtda mijozlar topish ham zo'rg'a bo'lardi, ya'ni mijozlar topish ham qiyin edi u vaqtlar. Lekin men bu sohaga kirganimda shu sohani hali o'qib bitirib tugatmasimmi o'zidan men daromadga chiqib ketganman. Chunki mijozlarim bitta mijozga o'sha ishimni yaxshilab ochib ko'rsatib bera olganimdan keyin o'sha mijozlarim sarafonli radio bo'lib ketgan. Ya'ni u tanishiga yetisha boshlagan, u dugonasiga yetisha boshlagan, unisiga yetisha boshlagan va men bir vaqtda o'zida 3 ta 4 ta loyihalar bilan ishlab, bir oy ichida o'sha $1000 daromadga bemalol chiqa olganman. O'shaning uchun men uverenna ayta olaman, siz hozir uy bekasimisiz, chaqalog'ingiz bormi, dekretdagi onamsiz yoki farzandlaringiz ko'pdir yoki ko'chaga chiqib ishlashga ruxsat yo'qdir sizga, o'zingizni yuzingizni ko'rsatib blog yuritishga ruxsat yo'qdir sizga. Eng zo'r soha bu, ayniqsa ayollar uchun bu SMM soha. Chunki buni onlayn qilasiz. Aksariyat sizni ish vaqtingiz uyda o'tadi, onlayn holatda o'tadi va siz o'sha telefon orqali mana shu kontentlarni joylab berasiz, mijozga strategiya tuzib berasiz. Buni bilimlar orqali o'zingizni professionalizmingizni ko'rsatib berasiz va bu hozirgi kunda juda ham zo'r va talabgor soha bo'lib qoldi. Nima uchun talabgor soha bo'lib qoldi? Uje mana hozir 6 yil avvaldagi holat emas. Hozir holat umuman boshqacha. Ya'ni hozirgi kunda o'sha biznes egalari ham bilishyapti, tushunishyapti. Demak, men hozir Instagramda biznesimni yuritmasam, men xohlaganimdek sotuv bo'lmas ekan deyishyapti. Masalan, kasb egalari bilishyapti. Masalan, ekspertlar bilishyapti, psixologlar, vrachlar bilishyapti. Demak, hozir men Instagramim bo'lmasa, mijozlar men xohlagandek menga ishonch bildirmas ekan deyshadi. Mana o'zingiz masalan, misol kosmetologga bormoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda masalan, dugonangiz sizga kosmetolog tavsiya qildi. Qara falonchi, men bu kosmetolog zo'r ekan, bordim desa, voy, yuzing zo'r bo'lib qopti. Qani Instagramim ham ishlarini bitta ko'ray deysiz, to'g'rimi? Yoki aytaylik, hattoki oddiy bolamiz uchun qanaqadir ortopedmi, terapevtmi, vrachchi, massajistmi, kim kerak bo'lsa, qaysi mutaxassis kerak bo'lsa, aytaylik, kimdir tavsiya qilib qoldi. Men falonchi bor ekan, zo'r ekan, juda ham professional ekan, qarasan ham bolangni olib borsa, keyin o'sha yerda nima deysiz? Va qani Instagrami bormi, Telegrami bormi, qani nima
nimalar bor ekan, rezultatlarini ko'rsatdingiz. Ya'ni hozir Instagram ijtimoiy tarmoq biz uchun isbot bo'lib qoldi. Sotsialniy fakt bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha ijtimoiy Instagrami bormi, Instagrami chiroyli yuritilgan, Instagram zo'r yuritilgan, bo'ldi. Demak, bunga ishonsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Buni hamma bildi, o'sha ekspertlar ham, mana shu mutaxassislar ham bildi, biznes egalari ham bilyapti-da. Voy, menga SMM mutaxassis kerak ekan deb hozir SMM mutaxassisga bozorda talab katta. To'g'ri, SMMchilar ko'p, ana boshlang'ich SMMchilar, chala o'qib chiqqan SMMchilar, hali unaqa zo'r tushunmaydigan SMMchilar ko'p. Ya'ni yaxshi ustoz ko'rmaganlar, o'zi samouchkada o'qigan SMMchilar ko'p. Lekin aynan o'sha ishlayman degan SMM mutaxassislar kam hozirgi kunda. SMMda o'qigan inson qachon zo'r SMM mutaxassisga aylandi? Qachonki yaxshi zo'r ustoz ko'rsa, qachonki mana shu olgan darsliklarni, o'rgangan darsliklarni amaliyotda ko'p bajarsa, o'shanda zo'r professional SMM mutaxassisga aylanadi. Masalan, o'rtoqlar, men oddiy misol qilib, o'zimni birinchi potokimda bundan 2,5-3 yil oldin o'qigan o'quvchimni aytaman, Munisa Bonu. Munisa Bonu bu sohaga kirganlarda, ya'ni SMM nimaligini bilmaganlar, tushunmaganlar, uy bekasi bo'lganlar, ikkita farzand onasi, hech qanaqa ishda ishlamaydigan uy bekasi, lekin nimadir ish bo'lishni xohlaganlar, o'zlarining daromadlari bo'lishni xohlagan, lekin ikkala bolalari ham oldilarida bo'lgan, ya'ni bog'chaga bormaydigan kichkina bolalar bo'lishgan. Ikkita yosh bola bilan meni kursimda o'qib, o'sha shunaqangi natijaga chiqqanlar, o'zingizlar eshitsanglar bo'ladi. Qolganman sizni. Birinchi darsingizni ko'ra olmagan ekanman. Ikkinchi darsingizda. Men shunda agar esingizda bo'lsa, esingizda yo'q, chunki ko'pchilik yozgan, men ustozim deganman. Shuni ko'rib, bular meni ustozim deganman. Nimagadir Xudoyim shunda o'qisam, bo'lmasam SMM tushunmaganman. Hech nimani tushunmaganman. Lekin o'sha yerda nimadir foydali gap gapirgansiz, ko'p bo'lgan unaqasi. Nimadir foydali gap gapirgansiz, meni ustozim shular. Men shularda olaman, nimadir olaman, hayotimni polniy o'zgartiraman deb shunaqa ishonganman. Hozirda bilasiz, bitta katta proyekt bilan ishlayapman, tavakkal qilib olganman. Hammasi uchun rahmat sizga, juda ham xursandman. O'sha hozir sizga syurprizim ham bor edi. Yana bitta menga taklif tushyapti. O'sha boshqa yo'nalishdan, boshqa sohadan shunaqa xursand bo'laman. O'sha o'zimga ishonchim shunaqa kuchli, shunaqa ishonaman. Endi eplayman. Endi hammasini qila olaman o'zim. Hayotimda ham qanaqa o'zgarishlar bo'lganini o'zingiz juda ham yaxshi bilasiz. Qanchalik o'zgarib ketganini. O'zim hayajon bosolmayman. Misol uchun xo'jayinimlarni menga bo'lgan e'tiborlari o'zgardi. Uyimdagilarni umuman hammasini o'zgargan taraflari, misol yaxshilikka, hammasi yaxshilikka o'zgarib ketdi. Uyingizlar bilan deb qaynotangiz отношенияni aytyapsizmi? Da. Ular meni ancha hurmat qilishni boshlashdi. Misol uchun, meni ham oilada qanaqadir o'rnim borligini bildim. Qanaqadir, misol uchun, o'zimga ishonchim kuchayib bordi. Esingizda bo'lsa, o'sha yangi proyekt olgan paytimda ham Nilufar opa, men bilmayman nima qildim, lekin proyekt oldim, aytganingizni qilib, men nima qilaman desam, bo'ldi. Turing, ishlaymiz, ushlaysiz o'shani deganingiz esimda. Birinchi oyim tugab, ikkinchi oyligimni olib, oldingizga kelganimni o'zingiz bilasiz. Qanaqa kelganimni ikkinchi oyligimni olib keldim. Farzandim uchun sharoit qildim. O'rtoqlar, gap isboti bilan deganda, Munisa Bonu hozirgi kunda aynan hozirgi topadigan daromadlari, oxirgi marta gaplashganimda, Munisa, hozirgi daromadingiz $500, maladetsiz. Shunaqa maladetsiz, siz bilan faxrlanaman desam, yo'q, Nilufar opa, $500 emas, hozir уже $800 topaman deb shuni yozib olgandilar. Hattoki mana isbotlari ham bor, gap isboti bilan deganda. O'rtoqlar, undan tashqari Shahzoda degan o'quvchim borlar. Shahzoda menda o'qiganlarda уже o'qishlari hali tugamasidan $1000 daromadga chiqqanlar. Bular ham o'sha shaxsiy brend ekspertlar bilan ishlab, shaxsiy brend egalari bilan ishlab, shunaqa daromadga chiqqanlar. Qancha bo'lyapti? Молодец. Mana Shahzoda o'sha $1000 bilan, mijozlar bilan qo'rqmasdan ishlash kerak, qizlar. Dekabrda Xudo xohlasa $1000 bilan chiqaman. Zo'r, молодец. Zo'r. Hammasi sizga berayotgan bilimlaringiz, albatta o'zingizga bo'layotgan ishonchni siz berdingiz. Bilim bir tomondan ishonchni siz berdingiz deb ayta olaman. Молодец. Bu nima o'rash? Opamiz pipist.
O'rtoqlar, bunaqa o'quvchilarim to'g'risi juda ham ko'p. Saniyman desam ertalab kechon gapirishim kerak bo'ladi. Shabnam borlar, Shahnoza borlar. Bular ham hozirgi kunda uyda o'tirgan holatda Shabnamga-ku вообще respekt. Bu qiz nafaqat daromad topadi, bu qiz yuzini ko'rsatmasdan yuzini bekitib shaxsiy brendini rivojlantiradi. Ishonasizlarmi? Ya'ni yuzini ko'rsatmasdan gapirib chiqadi, blogini yuritadi, proyektlarini joylaydi, qaysi proyekt bilan ishlayotganini, ishlarini ko'rsatadi. Bu ham qo'shimcha daromad qiladi SMM orqali, bu ham shaxsiy brendini yuritadi. Zo'ri, aynan bu qizlarni men gapirib charchamayman. Shahnoza ham именно mana shu meni oldimga kelganlarida o'zi avval SMMdan qisman bilimlari bo'lgan, qayerdadir o'qigan bo'lganlar boshqa ekspertda, lekin menda kelib yana ham bilimlarini chuqurlashtirib, o'rganib, yana ham professional tarzda уже o'rganganlaridan keyin hozirgi kunda oyiga daromadlari $1000 dan daromad topadilar. O'rtoqlar, yana sizlarga qo'shimcha ma'lumotlar bermoqchiman. Qaranglar, bu orqali sizlar nafaqat SMM orqali bu yerda alohida ssenaristlik qilib ham bu kasbni o'rgansanglar bo'ladi. Ya'ni aytaylik ssenaristlik qilib, hop siz katta loyiha olmadingizda, целый bitta aytaylik biznesda yoki ekspertda katta loyihasini emasda, aynan donalik qilib, masalan, qaysidir ekspertga 10 ta ssenariy yoki qaysidir ekspertga 15 ta ssenariy, aynan o'sha reelsga olinadigan sotuvli ssenariylar, ekspertni ssenariylar yozib ham oyiga ssenaristlar kamida $200 dan daromad topishadi. Undan tashqari bu soha orqali targetologlikni o'rgansangiz bo'ladi. Men aynan Instagramdan yoqiladigan target bor va professional Ads Manager orqali yoqiladigan target bor. Aynan mana shu Ads Manager orqali yoqiladigan targetni nazarda tutyapman. Targetologlik qilib ham daromad topsangiz bo'ladi. Shunchaki targetni yoqib berish uchun ham hozirgi kunda targetologlik kamida $200 oladi. Mana shu bitta loyihadan siz sanin $200 undan, $200 bundan, $350 SMMdan olsangiz va bunaqa loyihalarni siz qancha ko'paytirgan sari siz nafaqat $1000 ola olasiz, siz $1000 dan ham oshiq daromad summani topa olasiz. Va bular hammasi real natijaga chiqqan insonlar, bular hammasi real natijaga chiqqanlarni hozir men sizlarga ko'rsatdim. Bu natijaga chiqqanlardan bittasi masalan men bo'lsam, men bundan 6 yil avval bu sohaga kirib kelganman. Qo'limda o'sha kichkina qizim Safiya, qo'limda o'sha katta qizim Safiya qizim chaqaloq bo'lgan va bu sohaga kirib kelib men уже 4-farzandimni dunyoga keltirganman. Hech qanaqa dekretniga chiqib ketish, bo'ldi ishlamaysan, отпускнойga ketdi degan narsalar bo'lmagan. Shunchaki uyda o'tirgan holatda qo'limda chaqaloq bilan, qo'limda shu bitta dona telefonim bilan ishlab, mana shu orqali men oyiga $1000 daromad topganman va undan tashqari bilasizlar, uyda o'tiradigan ayollar qanaqadir depressivniy bo'lib qoladi, qanaqadir asabiy bo'lib qoladi. Chunki biz ayol kishilar ijodkormiz-da. Nimadir bilan shug'ullanmasak, nimadir qilmasak, qanaqadir o'zimiz ichimizda ijodkorlikni chiqarib yormasak, bizani haligi nervlarimiz joyiga kelmaydi. Chunki baribir bolalar bor, bit bor, qaynona qaynota, turmush o'rtoq, bular hammasi bizani energiyamizni so'rib oladi. Bizda yana ham energichniy bo'lishimiz uchun qanaqadir ijodkorlik bilan, shu o'zimizni yaxshi ko'rgan qanaqadir ishchamiz bilan shug'ullansak, qanaqadir o'zimizni kelib turadigan daromadlarimiz bo'lsa, bu bizga yana ham energiya beradi. O'shaning uchun uy bekalari nimadir bilan shug'ullanishi bu обязательно kerak deb bilaman. Tim bo'lsa, agar siz o'zingiz ustida rivojlanmoqchi bo'lsangiz, daromadingiz bo'lishini xohlasangiz, bu prям sizga bu sohani siz bilishingiz kerak va bu sohada ishlashingiz kerak deb bilaman. Va endi aytishingiz mumkin, xo'p, soha zo'r ekan, daromadi yaxshi ekan, ko'rdik, bildik deb, xo'p, qayerdan nima qilib buni o'rgansam bo'ladi deyishingiz mumkin. Hozirgi sizlarga ko'rsatgan o'quvchilarim bu meni oldingi eski metodikam bo'yicha, eski metodikamdagi kursimda o'qigan o'quvchilarim. Men endi hozirgi kunda 8 oydan beri yangi dastur ustida, kurs emas, dastur ustida ishlayapman. Men va butun komandam bilan birgalikda 8 oydan beri yangi dastur ustida ishlayapmiz. Insta School degan maktab, ya'ni bu katta ya'ni bu dastur va dasturi ichida maxsus darsliklar bor. Mana shu dasturimni ustida ishlab, shu dasturimga start berish arafasida turibman va bu dasturim kimlar uchun? Dasturimdan
dasturdan nimalar olib ketsangiz bo'ladi. Bu dasturim umuman noldan turib, ya'ni siz SMMni tushunmayman, Instagram nima, qayerdagi knopkasini bosadi, men даже stories qo'yishni bilmayman, video ham joylashni bilmayman deydiganlardan boshlab pro darajagacha. Ya'ni siz noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, noldan o'rganayotgan odamlar ham tushunib oladi. Shunchaki SMMda o'qib chiqqan, lekin hali natijaga chiqa olmagan odamlarga ham bu yangilik. Chunki bu yerda juda ham yangilik darsliklar, yangi qo'shimcha darsliklarni qo'shganman va bu dasturning ichida aynan nima uchun buni baralla dastur deyapman, nima uchun buni maktab deyapman, Insta School deb nomladik buni. Buni ichida aynan sizni o'sha nafaqat bilim bo'yicha, masalan, bilimga kirishgan odam, aytaylik, siz hozir buni bitirgandan keyin kasb egasi bo'lasiz. Xo'p, kasb egasi bo'lgandan keyin hali siz daromadga chiqaman degan baribir daromadga chiqaman degan niyatda o'qiysiz, to'g'rimi? Lekin daromadga chiqaman degan niyatda o'qisangizda, o'zingizni bu yerda qanaqadir pulga bo'lgan bloklaringiz bo'lsa, qanaqadir pulga bo'lgan xafagarchiliklaringiz bo'lsa, insonlarga, yon atrofingizga nisbatan bo'lgan qanaqadir xafagarchiliklaringiz, qo'rquvlaringiz bo'lsa, siz oxirgacha rivojlanib, qanaqadir kasbi zo'r mutaxassisi bo'lib, qanaqadir qatlaridir bloklaringiz qolib ketib, oxirgacha olib bora olmaysiz. O'shaning uchun men buni aynan dastur deb nomladim va bu dasturni qo'lga kiritganlar uchun Instastart kursimni hamda Instabalance yangi kursimni sovg'a tariqasida qilib beryapman. Xo'p, o'rtoqlar, yana ham chuqurroq yoritib bersam, Instastart bu noldan o'rganayotganlar uchun bo'lsa, Instastart kursim va alohida Instabalance kursim bor. Bu kursim mana shu hammasi dasturning ichida sizga sovg'a qilib beriladi. Bu esa sizni umuman psixologik jarayonga tayyorlaydigan, o'sha qo'rquvlaringizni yengish bo'yicha, xafagarchiliklaringizni ustida ishlash bo'yicha, pulga bo'lgan bloklaringiz ustida ishlash bo'yicha, samootsiyangizni ko'tarish bo'yicha, muvaffaqiyatli inson bo'yicha, mana shu hamma psixologik jarayonlarni ustida ishlab, ana undan keyin Insta School'ning asosiy etaplariga o'tiladi. Xo'p, masalaga Insta School dasturi modullarini yoritib bersam, asosiy etaplari nimadan iborat? Masalan, Insta Design o'tda kursimiz bor, mini kursimiz. Bu ham dasturimizning ichiga kiritilgan. O'tda siz grafik dizaynlarning ustida ishlaysiz. Bu umuman yangi darslik, umuman oldingi kursimda berilmagan, umuman yangi noldan yozilgan darslik va pro darajadagi darsliklar. Xo'p, undan tashqari sotuvga sababchi bo'lgan SMM ko'nikmalar modullarimiz bor. Bu dastur ichida, ya'ni o'sha qanaqa qilib o'sha aynan SMMni sotuvli darajagacha olib chiqish mumkin. Xo'p, shunchaki SMM o'zi bo'lib qolish kerak emasdi, aynan sotuvga taqaladigan qanaqa bilimlar bor bu yerda. Shular haqida men ham amaliy, ham nazariy video darsliklar tayyorlaganman. Undan tashqari kontentni amalga oshirish bo'yicha mobilografiya moduli bor dasturimning ichida. Ya'ni mobilografiya moduli ham to'laqonli yoritilgan. Studiyada, professional studiyada syomkalarni professional studiyada svetlar bilan to'g'ri ishlash, syomkalar jarayonlari, rakurslar qanaqa bo'ladi, qanaqa qilib kompozitsiyalar yaratish kerak, qanaqa qilib syomkalarni amalga oshirish kerak, qanaqa qilib kontentlarni amalga oshirsa bo'ladi. Shu mavjud. Yana undan tashqari ssenaristlik moduli bor. Ssenaristlik moduli nimadan iborat? Bu yerda siz o'sha storieslaringizga qanaqa qilib ketma-ketlikda ssenariy tuzishingiz. Undan tashqari o'sha reelslarga qanaqa qilib ssenariy tuzish kerak, sotuvli reels qanaqa bo'lishi kerak, ekspertni reels qanaqa bo'lishi kerak, butun boshli o'sha qanaqa qilib ketma-ketlik yozish tarzida etapma-etap ketma-ketligi ssenaristlik modulimda bor. Ana undan keyin o'rtoqlar shaxsiy brend va blogerlik moduli. Oriylarda o'sha shaxsiy brendni rivojlantirmoqchi bo'lganlar bo'lsa, yuzini ko'rsatmasdan blogini yuritmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aynan shu modul siz uchun qanaqa qilib shaxsiy brend ustida ishlash kerak, qanaqa qilib rivojlantirish kerak, qanaqa qilib bloger bo'lsa bo'ladi, shu haqida bu modulim yoritilgan. Ana undan keyin shaxsiy brendini ustida ishlamoqchi bo'lganlar albatta nutqini ustida ishlash kerak. Qanaqa qilib chiroyli gapirish kerak, qanaqa qilib to'g'ri yetkazib bilish kerak, qanaqa qilib ommaga
to'g'riga gapirish kerak. Hop aytaylik, diafragmalarni to'g'irlash kerak, ovoz nutqlarini, tembrlarini qanaqa qilib to'g'irlash kerak, qanaqa qilib chiroyli, tiniq gapirish uchun qanaqa qilib to'g'ri nafas olish kerak. Mana shularni nutq modulida yoritib berganman. Va undan keyin marketing moduli bor. Marketingni o'sha marketing kompaniyalar bilan qanaqa qilib ishlash kerak, marketing bo'yicha mijozlar bilan qanaqa qilib ishlash kerak, kompaniyasini qanaqa qilib PR darajaga qanaqa qilib mashhur qilib berish kerak. Shu modul aynan marketing modulida bor. Va o'rtoqlar, hozirgi kunda talabgor bo'lgan AI, ya'ni AI videolar, ya'ni buni alohida kichkina kurs qilib shu dastur ichiga kiritdim. Insta AI qilib kiritdim. Ya'ni bu kichkina mini kursim ichida, Insta AI ning ichida o'sha hozirgi trenddagi videolar, hozirgi o'sha qimmat bo'lib chiqib kelyaptilar, shunaqa videolar, haligi pichoqni olib yaxli tortlarni kesish, pichoqni olib yaxli oyoq kiyimlarni, muzli oyoq kiyimlarni kesish, mana shunaqa videolarni qanaqa qilib qilishi aynan mana shu Insta AIda maxsus ekspert mehmon speaker taklif qilganmiz. Shular o'rgatadilar va Insta sotuv, bu ham alohida mini kurs qildik. Insta sotuvni ham ko'ryapsizlar, nima uchun dastur deyapman. Bu целый 2 oylik dasturni ichida har bitta o'sha mini kurslar qilib ajratib chiqdik. Va mini kursi ichida yana bir necha xil darslari bor. Tushunasizlarmi? Shuning uchun buni dasturda baralla aytyapman. Insta sotuv kursi ichida aynan sotuvga oid bo'lgan ko'nikmalar, sotuv texnikalari, sotuv voronkalari qanaqa ishlaydi, qanaqa qilib mijozni voronkadan olib kelib doimiy mijozga aylantirsa bo'ladi. Tushunasizlarmi? Ya'ni direktdan sotish, qanaqa qilib to'g'ri sotish, mijozni doimiy mijozga aylantirish. Mana shu hamma texnikalar Insta sotuvni ichida mavjud. Bu ham Insta School dasturi ichiga kiritilgan va shu bilan ko'pchilikka qiziqqa bo'lgan oldingi kurslarimda, oldingi kursim hozir yopiq bo'ldi. Уже oldingi kursim уже sotmayman men. Instagramdan daromad degan oldin kursim bo'lardi. Hozir men mana shu Insta School yangi dastur bo'yicha ishlayman, chunki 100% hamma darsliklar yangi. Avvalgi o'quvchilarimning talablariga binoan hozir bu kursimga nima qo'shdim? O'rtoqlar, bu kursimga zapusk modulini qo'shdim. Zapusk modulini ekspertlar biladi nimaligini, ya'ni mutaxassislar bilishadi. Masalan, aytaylik, siz keyinchalik ingliz tilidan ustozsiz, siz mana shu ingliz tilini onlayn kurs qilib sotmoqchisiz. Yoki aytaylik, siz vizajistsiz, sam себе vizajistlik kursingizni sotmoqchisiz, kosmetologsiz, uy sharoitida o'sha o'zing kosmetolog bo'l degan kursni sotmoqchisiz. Qanaqa qilib o'sha o'zingizga kurs qilib, o'zingizda o'sha mahsulotingizni, o'zingizdagi bor miyangizdagi bilimlarni onlayn kursigacha olib kelish zapusk modulini qo'shdim. Qanaqa qilib zapuskni amalga oshirsa bo'ladi? Qanaqa qilib onlayn kursni amalga oshirsa bo'ladi? Qanaqa qilib sotish kerak? O'zi kimlar kerak onlayn kurs qilganda? Bitta o'zingiz bo'lsa sota olasizmi? Nechta odam bilan qilishingiz kerak? Qanaqa qilib amalga oshirasiz? O'zi u kerakli auditoriyani qayerdan olish kerak? Kimga sotasiz? Mana shu hammasini, barchasini zapusk moduliga qo'shganman. Va albatta bu yerda maxsus mehmon spikerlarni chaqirganmiz. Qo'shimcha juda ham mehmon spikerlarimiz ko'p va shu dastur ichiga bularning hammasi kiritilgan. O'rtoqlar, bunaqasi hali bo'lmagan. Hozirgi kunda siz любой ekspertga boring. Masalan, o'sha SMM bo'yicha kurslar bor, masalan, ssenaristlik bo'yicha kurslar bor, grafik dizaynerlik bo'yicha kurslar bor. Lekin ichida hamma narsa aynan ijtimoiy tarmoqqa, Instagramga tegishli bo'lgan ichida hamma narsa kiritilgan kurs hozir hech kimda yo'q. Tushunasizlarmi? Va buni aynan bunaqa dastur darajasida qilib hech kim bermayapti. Chunki buni dastur darajasida qilib berganim, siz bu yerda aynan birinchi navbatda o'sha Instagramni agar tushunmaydigan bo'lsangiz, Instagramni noldan o'rganasiz. Keyin o'zingizni psixologik tayyorlaysiz, ichki holatingizni, pulga bo'lgan bloklaringizni ochasiz, o'sha samootsyenkalaringizni sog'lomlashtirasiz. Ana undan keyin bilimlarni o'rganib, natijaga chiqsangiz, ana undan keyin bilimlarni o'rgansangiz, sizda natijalaringiz top darajada bo'ladi. Agar siz psixologik tarafdan o'zingizni ichki holatingiz bilan ishlamasangiz, bloklaringiz bilan, pulga bo'lgan bloklaringiz bilan ishlamasangiz, yoki aytaylik, samootsyenkalaringiz ustida ishlamasangiz, ichingizda qolib ketaversa haligi narsa, lekin siz bu yerdan bilim olasiz,
olayotgan bilimingiz sizga yuqmaydi. Sizga qachonki bilimingiz yuqadi va siz zo'r natijaga chiqa olasiz, qachonki siz ichki holatingizni, o'sha abidalaringizni qo'yib yorib, ustingizda o'sha bloklaringizni yechib, samotsiyalaringiz ustida ishlasangiz, siz bu yerda rezultatga zo'r chiqasiz. Ana endi o'rtoqlar, bu dasturimga Xudo xohlasa oktyabr boshida start bermoqchiman. Narxlari individual, o'zi aslida buni narxini olganda meni 8 oylik mehnatim va mendan tashqari komandamni mehnatini hisobga olganda bu o'zi aslida $1000 qiymatga ega dastur. Chunki bu dastur kurs emas. Lekin men hamma o'qishini xohladim. Hamma bu bilimdan xabardor bo'lishini xohladim. Hamma o'ziga yo'nalish topishini xohladim. O'shaning uchun minimal tarzda приемлемый qilib narxi o'rta chekka biza men iloji boricha arzon narxlarda qo'yishga harakat qildim. O'rta chekka narxi 2 million atrofida bo'ladi. O'shaning uchun hozirdan pulinglarni yig'ib qo'ysanglar, aynan sizlarga oldindan ro'yxatdan o'tib qo'yganlar uchun yana undan tashqari 20% chegirma qilib mana shu dasturni qilib bera olaman. Dasturimga oktyabr boshida start beraman. Ungacha pulinglarni yig'ib qo'ysanglar bo'ladi. Agar sizlar hozirroq ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar, pastdagi tugmachani bosib, qo'shimchasiga 20% chegirmani qo'lga kiritgan bo'lasiz. Undan tashqari ro'yxatdan o'tganlar uchun esa yana qo'shimcha maxsus bonus darsliklarimni sovg'a sifatida beraman. Videoni oxiriga kelganinglar bilan tabriklayman. 20% chegirmani oldindan qo'lga kiritish uchun ro'yxatdan o'tib qo'yish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.